oramizda bu gap to'ppa to'g'ri. Shaytonga ish qolmadi, qurib qoldi sho'ri. Asli shaytonlarning oramizda zo'ri. Pul topish kerak, vassalom bo'lsang ham cho'ri. Pul sabab sinib turganda erkak g'ururi. Puli ko'plarga berildi davralar to'g'ri. Pul bo'lsa bas hurmat qilindi hatto o'g'ri. Tasbih sanagan qo'lda pullar sanaldi. Endi bir xudo bor bu pul deb ataldi. Har narsa borib oxiri pulga taqaldi. Pul ko'plarni taralar yuzidan nuri. O'zingiz o'ylang, sotilmagan nima qoldi? Hatto farzand sotdi, kimdir sotib oldi. Sevgi esa pulga uranib yotib oldi. Bu nima, pul kuchimi yoki ishq sururi? Pul ko'plarni taralar yuzidan nuri. Bu nima, pul kuchimi yoki ishq sururi? Tog'larda tulk qolmadi, o'rmonda bo'ri. Hammasi oramizda bu gap to'ppa to'g'ri. Shaytonga ish qolmadi. Qaysi biri kim o'zini musulmonman debdi? Na Allohni tanidi, na tushunib yetdi. Qo'shnisi och qolib hojaga hajga ketdi. Haj qilsa bas go'yoki nurga to'lar go'ri. Oji bo'lish shunchaki Ka'baga talabmi? Bu qanday talab yoki soxta savobmi? Xudo oldida berarkan qanday javobni? Bilmadim kim deb atalar bu inson to'g'ri. Yaxshilarning yaxshi amal yaxshi yo'qmi? Yoki oxiratidan shunchalar ko'ngli to'qmi? Hech ishi yo'q, qorni och bilan qorni to'qmi? Bilmadim kim deb atalar bu inson to'g'ri. Haj qilsa bas go'yoki nurga to'lar go'ri. Bilmadim kim deb atalar bu inson to'g'ri. Tog'larda tulk qolmadi, o'rmonda bo'ri. Hammasi oramizda bu gap to'ppa to'g'ri. Shaytonga ish qolmadi. Shunday bir yomon so'z bor, yo'qchilik